baquvvatligidan bu telefonlar telefon ustalarida ishini anchaga kamaytirib yubordi desam yolg'on bo'lmaydi. Atay modelini ko'rsatmadim, brendini ko'rsatmadim, reklama, pul to'lagancha maqtayapti deyishmasin, xolisona fikrligini bilsin. Bu ma'lumot nimaga asoslangan desangiz, 2-3 ta misol keltiraman. Butun O'zbekiston rasmiy servislar statistikasi bo'yicha telefonlarda sinib, qo'ldan tushib, buzilish holatlari 10 baravarga kamaygan, 10 baravarga. Ha, demak biz aytdikki, sotuv kam bo'lgan, o'tgan yilga nisbatan desak, yo'q. Dilerlarning ma'lumotiga ko'ra 2 baravar, hattoki 3-4 baravar ba'zi modellar ko'p sotilgan o'tgan yilga nisbatan, lekin sinish, buzilish holatlari o'tgan yilgidan va undan oldingi yillarga nisbatan kam bo'lgan. Men o'zimda bo'lgan holat, bu statistikaga ishonganim, har yili 3-4 marta uydagilar telefon tuzatib beriladi. Bolalar bexosdan tushirib yuborishadi, oshxonada suv kirgizadi, boshqa bo'ladi. 3-4 marta kamida ekran sinadi. Mana 1 yil 2 oy bo'ldi. Shu IP69K va SGSG baquvvatlik standartiga o'tgan telefonni olib berganman. 1 yil 2 oy bo'ldi. Ko'z tegmasa hali buzilgan yo'q. Demak, baquvvatlikda haqiqatda baquvvatlik bor. Endi bitta model bor ekan, 2-3 baravar ko'p sinib keldi haqiqatda. U endi nimaga bunaqa bu baquvvat bo'lgan bilan desak, u 10 baravar ko'p sotilgan. 10 baravar ko'p sotilgan. Chunki u odamlarni juda telefon desa hammani boshini ortadigan joyini, og'rig'ini tuzatgan, shu savolni, shu muammoni hal qilgan telefon. Yana uni plus qo'shimcha o'sha telefonlarda har xil brend bo'lishiga qaramasdan bepul ekran aksiyasi bor. Sindirsangiz bo'laveradi desa ham sinmayapti. Bepul ekran aksiyasi bor desizlar. Shunaqa telefonlar istab yurganlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar, obuna bo'linglar.